Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir. Goho yori uchun qilgan Mo'tabara ayollar, avvalambor bayram hammalaringizga muborak bo'lsin. Nuronijonim zobidan sizlarni muborakbod etaman. Aziz xotin-qizlar, boshimizga hamisha omon bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli onaxonlar, munis opa-singillar. Avvalo barchangizni yurtimizda keng nishonlanayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Ayol bu jamiyatning tayanchi, oilaning mehri, jamiyat ustuni. Ayol bor ekan, olam ravshan. aziz muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Libosları egnalariga yarashgan ichki ishlar organlari xodimlariga ayollar muborak bo'lsin. Bizga bitta sovg'a tanlashga o'rgatilgan. Sovg'ani baxtli inson, omadli insonni tanlab oling. 155 Raqam ishtirokchisini tanlab berasiz. 314 Ayolimiz muborak bo'lsin. Mukofotlar muborak bo'lsin. Saqlar malikasi bo'lsin. Tashvish o'yi bor, yuragimni kuydirgan shirin xayollarga emas, hasratga to'ydirgan axir bu xokisor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarim kuldirgan issiq tandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan axir u beg'ubor ayol. Prezidentimizni mehri, prezidentimizni e'tirofi, e'tibori nima uchun? Chunki u kishi biladiki, davlatimiz taqdiri, gullab yashayotgan yurtimiz taqdiri, jamiyatimizning tinchligi, kelgusi yangi O'zbekistonni taqdiri yangi avlod bo'ladi. Yangi haqiqiy komil insonni kim tarbiya qiladi? Ona tarbiya qiladi. Mana shuning uchun xalqimiz, prezidentimiz, mana hokimlarimiz hammalari tomonidan onalarimizga alohida ehtirom, e'tibor, mana bu o'tirishlarni ma'nosi mana shunday juda chuqur. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir.